Bu videoda biz 5000 so'm bilan Shovot shahrini to'liq aylanib chiqamiz. Bo'lmasa videoni boshladik. Biz bu 5000 so'm pul bilan Shovotni hamma joyini aylanib chiqamiz. Parkka boramiz, xullas har xil ishlar qilamiz. Xullas birinchi bo'lib biz taksi to'xtatib Shovot shahriga yetib olishimiz kerak. Afsuski bizga taksilar to'xtamayapti. Ancha vaqt kutdim taksini, sal bo'troqqa o'tib turdim. Va nihoyat bizni taksi jonimiz to'xtab, bizni Shovot shahriga olib borib qo'ydi. Mana ko'rib turibsizlar, biz Shovot shahriga yetib keldik. Endi biz parkka tomon yo'l olamiz do'stlar. Hozircha videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib turing. Videoni qiziq joylari oldinda. Va nihoyat parkka yetib keldik. Parkimiz juda ham ajoyib, har xil gullar va haykal ham bor do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek. Bu yerdan salgina yursak, har xil attraksionlar, xullas har xil kacheli, hamma narsa bor do'stlar. Shu paytda bizni kimdir to'xtatdi va kino ko'rishga olib keldi. Qadimiy kino. Bu yerda o'tirib ko'rdik do'stlar. Salgina yurdik. Undan keyin mashq qilishga qaror qildik do'stlar. Bu yerda har xil torniklar bor ekan, lotkani ham ko'rib qoldik va unga ham minib ko'ramiz. Hozir esa biz do'stlar tornikda tortinishga qaror qildik. Baho berishlaringiz mumkin 1 dan 10 gacha. Tornikdan ham tortinib bo'lib, men lotkaga mindim. Kamerachimiz afsuski meni videoga olib turdi. U mina olmadi. Qo'rqar ekan minishdan. Keyin esa lotkadan tushib men tornik tortinishni boshladim do'stlar. Kuchli holatda. Do'stim ham bitta respekt ko'rsatib qo'ydi bizga. Mana ko'rib turibsizlar. Juda ham ajoyib usulda. Va biroz mashg'ulotlarni ham biz bilan baham ko'rdi. Keyin esa do'stlar oxirgi mashqini ham bizga ko'rsatib o'tdi. Bu mashqdan keyin biz ozgina parkni obzor qilib ko'ramiz. Bu yerda ko'rib turibsizlar, juda ham ajoyib katta kon karuselimiz bor. Bu yerda lotka, xullas har xil narsalar bor. Afsuski bu narsalarga minmoqchi edik. Bularning egasi yo'q ekan. Kelishmabdi. Mina olmadik, shuning uchun ko'rib turibsizlar, har xil turdagi attraksionlar bor, xullas nimalardir bor-da. Bu yerda mana poyezd. Bu yerda ham bor. Bularning hech birini egasi yo'q ekan-da do'stlar. Shuning uchun mina olmadik. Shunday qilib do'stlar biz asta-sekin parkdan keta boshladik. Bu yerda mana o'rmonga o'xshash joy ham bor mana. Ajoyib. Dam olish uchun juda ham qulay bo'lgan sharoitlarga ega va bu yerda fontan ham bor ekan. Kichkinagina bo'lsa ham boriga shukr qilamiz. Shunday qilib do'stlar, bugungi kunimizni o'tkazib yuborib, asta-sekin uyga yo'l ola boshladik. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyin ajoyib videolar chiqishni boshlaydi. Shuning uchun ham obuna bo'lib qo'ying.